Bugun Toshkentda mazkur universitet tantanali ravishda ochildi. Talaba va o'qituvchilar Prezidentimiz Islom Karimovni hamda Buyuk Britaniyaning Westminster universiteti rektori Jeffrey Copelandni hurmat-ehtirom ila kutib oldi. Ma'lumki, oliy o'quv yurti Britaniya andozalari asosida Londondagi taniqli Westminster universitetining biznes, iqtisod, informatsion texnologiyalar, huquq mutaxassisligi bo'yicha bilim beradi. Davlatimiz rahbari talabalarga bilim berish, xalqaro ta'lim standartlari darajasida olib borish zarurligiga e'tibor qaratdi. Yoshlarning dunyoqarashi, bilim olishga bo'lgan ishtiyoqi bilan qiziqdi. Bularga qancha ko'p turli fikrlarni va kerak bo'lsa materiallarni bersangiz agar, bular o'zi tanlab olsin. Qaysi yondoshi ma'qul, qaysi noma'qul. Ya'ni o'z fikriga ega bo'lgan degan mana aytaylik shiorim, kerak bo'lsa mana qarashlarim avvalambor mana shu ma'noda. Bularga aytaylik mutlaqo yangi materiallarni ko'proq bersak, bular zamonaviy aytaylik bilimlarga ega bo'lish u yerda tursin, o'zini aytaylik qandaydir tanlab olishi, o'z fikriga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Anjumanda Buyuk Britaniyaning Westminster universiteti rektori Jeffrey Copeland so'zga chiqib, Toshkentda mazkur oliy o'quv yurti ochilganligi meni hayratga soldi. Bu shu davlat rahbarining qat'iyatligi, oqilona siyosat olib borish natijasi deb baholadi. Va mazkur universitet ochilishi munosabati bilan Buyuk Britaniya bosh vaziri Tony Blair Markaziy Osiyoda yagona bunday o'quv tizimi O'zbekistonda tashkil etilganligidan mamnun bo'lganligini, kelgusida bu borada hamkorlikni yanada kengaytirish maqsadi borligi ta'kidlaganini bildirdi. Janob Jeffrey Copeland mamlakatimiz prezidentiga ramziy dizelni topshirdi. Tom ma'nodagi barkamol shaxsni, har tomonlama yetuk avlodni tarbiyalab, voyaga yetkazishdan iborat. Yurtimizning yorug' kelajagini, xalqimizning hech kimdan kam bo'lmasdan farovon yashashini ta'minlashga qaratilgan bu vazifani ado etish barchamizning insoniy burchimiz. Toshkentdagi xalqaro Westminster universitetining ochilishi nafaqat bizning yutug'imiz, balki ota-onalarimizning yutug'idir. Chunki ularning farzandlari endi uzoq xorijda emas, bemalol jahon standartlari darajasidagi bilimni o'z yurtida, ota-onasining bag'rida olish baxtiga muyassar bo'lishdi. Va mana shunday ulug' dargohning birinchi talabasi bo'lganimdan faxrlanaman.